Salom dostlar, bu Kazak Story Time. Biz bastaymiz. Xavotir olmang, xola, shamolda ketkazib qo'yaman. Yo'q bolam, sekinroq. Ha, bo'ladi, xola. Kuzning sovuq, izgirinli tongi edi. Osmonni qora bulutlar qoplagan, mayda va zerikarli yomg'ir tomchilari Rustamning eski oq Nexia avtomobilining old oynasiga tinimsiz urilardi. Oyna tozalagichlarning bir maromdagi gik-gik etgan ovozi Rustamning charchagan miyasida aks-sado berardi. Rustam 45 yoshlarda, soqollari o'sgan, ko'zlarining osti doimiy uyqusizlikdan qoraygan, hayotning ko'p mushtlarini yegan inson edi. U 3 yildan beri taksichilik qilib tirikchilik o'tkazadi. Katta o'g'lining og'ir operatsiyasi uchun bankdan olingan ulkan kredit uning yelkasini bosib turar, har kuni ertalab soat 5 dan ko'chaga chiqib, tunda qaytishga majbur edi. Bugun ham kunni erta boshladi. Mijoz qidirib shahar chetiga, ayollar qamoqxonasi joylashgan hududga kelib qolgandi. Bu yerda odatda juma kunlari mahbuslar ozodlikka chiqardi yoki qarindoshlari ko'rishga kelardi. Yomg'ir kuchaygandan kuchaydi. Qamoqxonaning zanglagan ulkan temir darvozasi giyqillab ochildi. Darvoza ortidan yubka, o'ziga katta keladigan eski kulrang palto kiygan bir ayol chiqib keldi. Uning qo'lida yelim xaltaga olingan tugunchadan boshqa hech narsasi yo'q edi. Ayol darvozadan bir qadam tashqariga chiqdi-yu, yuziga urilgan sovuq shamol va yomg'irdan ko'zlarini yumib to'xtab qoldi. Rustam uzoqdan ayolni kuzatib turardi. Uning diqqatini tortgan narsa ayolning yupun kiyimi emasdi. Ayol og'ir oyoq, ya'ni homilador edi. Uning qorni ancha kattalashgan, ehtimol tug'ruq vaqti juda yaqin qolgandi. Ayol sovuqdan qaltirar, yomg'ir uning yuziga yopishib qolgan qora sochlarini yanada hol qilib yuborgan edi. Qamoqxona oldida turgan boshqa 2-3 ta taksichi darrov uning oldiga yugurdi. "Opa, ketasizmi? Vokzalgami yoki shahargami?" deb so'radi bittasi. Ayol ularga javdirab qaradi. Uning yuzida dahshatli charchoq, ammo ko'zlarida qandaydir yovvoyi bir olov bor edi. "Menda pul yo'q", dedi u past, titroq ovozda. "Lekin meni shahardagi markaziy bankka olib borib qo'ysangiz, o'sha yerdan pul olib berardim." Taksichilar bir-biriga qarab, ensalarini qotirishdi. "Pul yo'q. Biz tekinga benzin yoqyapmizmi? Qamoqdan chiqqan xotinga bankda nima bor ekan o'zi? Bor-ye, aravangni to'rt", deb eng yoshi kattasi ayolni mensimay siltab tashladi va mashinasiga qarab ketdi. Boshqalari ham tarqalib ketdi. Ayol yomg'ir ostida, katta yo'l chetida yolg'iz qoldi. U qornini ikki qo'li bilan quchoqlab, yomg'ir suvi kolmak bo'lib yotgan asfaltda asta qadam tashlay boshladi. U yiglamasdi, go'yo uning ichida yiglashga ham mador qolmagandi. Mashinasida issiq qahva ichib o'tirgan Rustamning tomogiga nimadir tiqilgandek bo'ldi. Uning ham uyida qizi, ayoli bor. Bu bechora shu ahvolda shahargacha 15 chaqirim yo'lni qanday bosib o'tadi? Bolasi tushib qolishi yoki sovuqdan olishi mumkin-ku, degan o'y uning insoniylik gururini uyg'otdi. Bugun o'zi ham qarz uzish kerak, cho'ntagida bir chaqa ortiqcha puli yo'q. Ammo vijdoni uni tinch qo'ymadi. Rustam mashinani o't oldirdi va asta yurib borib, ayolning yonida to'xtadi. Oynani tushirdi. "Singlim, o'tiring", dedi u ovozini imkon qadar muloyim qilib. Ayol to'xtadi. Uning ko'zlarida hamon ishonchsizlik bor edi. "Menda hozircha pulim yo'q, aka. Men o'sha bankka yetib olishim kerak. Agar olib borsangiz, qarz bo'lmayman. Pulingizni keragi yo'q. Sovuqda qolib ketasiz, bolangizga jabr. O'tiring", Rustam orqa eshikni ichkaridan ochib yubordi. Ayol mashinaga o'tirishi bilan salon ichiga zax va qandaydir qamoqxonaning o'ziga xos og'ir hidi tarqaldi. Ammo Rustam bunga e'tibor bermay pechkani balandroq qildi. "Ismingiz nima?" deb so'radi Rustam mashinani shahar markazi tomon haydab. "Malika", deb pichirladi ayol sovuqdan qaltirab qo'llarini ishqalar ekan. Uning yuzlari nihoyatda chiroyli, ammo azob va oziq-ovqatsizlik tufayli solib qolgandi. Uning yoshi 30lar atrofida ko'rinardi. "Nima uchun qamalgan edingiz?" "Kechirasiz, so'rashim shart emasdi, shunchaki", Rustam o'ng'aysizlanib gapini bo'ldi. Malika oynadan tashqariga oqib o'tayotgan daraxtlarga qarab xotirjam javob berdi. "Men odam o'ldirmaganman.
Og'rilik ham qilmaganman. Men shunchaki kimgadir ishonib, uning gunohini oz bo'ynimga olgan edim. Lekin u meni shu tor devor ichida qornimdagi bolam bilan chirishga tashlab ketdi. Bugun meni qamoqxonadagilar sog'ligim yomonlashgani uchun muddatidan oldin shartli ravishda ozod qilishdi. Rustam chuqur xo'rsindi. Hayotda bunday nohaqliklar qanchadan qancha. Bankda nima ishingiz bor, singlim? Sizga kiyim-kechak, issiq choy kerak hozir. Malikaning ko'zlarida kutilmaganda sovuq va qat'iy uchqun chaqnadi. O'sha bankda mening hayotimni vayron qilgan insonning siri yashiringan. Men u yerga qo'limdagi mana bu kalit bilan kirishim kerak. U yelim xalta ichidan qadimiy, ammo ustida raqamlar oyilgan metall seyf kalitini ko'rsatdi. Bu kalit menga qamoqxonada olim to'shagida yotgan bir hamxonamdan meros bo'lib qoldi. Rustamning yuragida galati xavotir uyg'ondi. Oddiy qamoqdan chiqqan ayol Markaziy bankning VIP mijozlarga xizmat ko'rsatadigan bo'limidagi kalit va mudhish otmish. Bu ishning oxiri yaxshilik bilan tugamasligini uning taksichilik instinktlari aytib turardi. Lekin orqaga yo'l yo'q edi. Ular shahar markazidagi ulkan, shisha oynali Markaziy bank binosi oldiga kelib to'xtashdi. Atrofda qimmatbaho mashinalar, kostyum-shim kiygan jiddiy odamlar yurardi. Malikaning eski paltosi bu manzaraga mutlaqo yot edi. "Aka, menga qilgan yaxshiligingizni hech qachon unutmayman", dedi Malika mashinadan tusharkan. U qornini ushlab qiynalib harakatlanardi. "Agar sizga qiyin bo'lmasa, shu yerda 10 daqiqa kutib tura olasizmi? Men sizning haqingizni ham, yaxshiligingizni ham shu yerdan qaytaraman. Men uzoq qolmayman." Rustam garchand buyurtmalar olib pul topishi kerak bo'lsa-da, ayolga rahmi kelib bosh irgadi. "Kutaman, singlim. Xavotir olmang, ehtiyot bo'ling." Malika yomg'ir ostida yirik qadamlar bilan bankning aylanma eshiklaridan ichkariga kirib ketdi. Rustam mashinada o'tirib, radiodagi yangiliklarni tinglay boshladi. Oradan 5 daqiqa o'tdi. 8 daqiqa o'tdi. Kutilmaganda bankning oldiga katta tezlikda ikkita qop-qora, oynalari qoraytirilgan, raqamsiz Toyota Land Cruiser kelib keskin tormoz berdi. Mashinalardan to'rtta qora ko'zoynakli, egniga qora kurtka kiygan barzangi yigitlar tushdi. Ularning harakatlari shu qadar tez va asabiy ediki, atrofda o'tib ketayotgan odamlar qo'rqib, chetga tisarila boshladi. Yigitlardan biri belidagi qurolni beixtiyor ushlab qo'yganini Rustam aniq ko'rdi. Bular Malikaning ortidan kelgan bo'lsa-chi, degan dahshatli o'y miyasiga urildi Rustamning. Ular yugurgancha bankning ichiga bostirib kirishdi. Rustam nima qilishni bilmay mashinani ot oldirdi. Qochib ketishga uning vijdoni yo'l qo'ymasdi. Nima bo'lsa ham Malika uning omonati edi. Shu payt bankning orqa tomondagi xodimlar chiqadigan zaxira eshigi shiddat bilan ochildi. U yerdan yuzida qon qolmagan, dahshatga tushgan Malika yugurib chiqdi. Uning qo'lida endi eski yelim xalta emas, balki qora rangli, og'ir charm portfel bor edi. Ayol Rustamning taksisini ko'rishi bilan o'sha tomonga qarab jonholatda yugurdi. U mashinaning orqa eshigini ochib, o'zini ichkariga otdi-yu, nafasini rostlay olmay qichqirdi. "Haydang! Hoziroq haydang, aka! Ular meni o'ldirishmoqchi." Rustam gazni qanday bosganini o'zi ham bilmay qoldi. Mashina shinalari hol asfaltdan giyqillab, joyidan uzilib chiqdi. Orqa oynadan qaraganida bank eshigidan boyagi qora kiyimli qurolli yigitlar yugurib chiqib, Rustamning oq nexasini ko'rib qolishganini va o'zlarining jiplari tomon yugurishganini ko'rdi. Malika o'rindiqda hansirab yotar ekan, qo'lidagi og'ir portfelni ochdi. Rustamning ko'zi oynadan portfelning ichiga tushdi va uning yuragi urishdan to'xtab qolayozdi. Portfel ichi liq to'la $100 kupyuralar va qandaydir qizil gishtdek keladigan oltin quymalar edi. Lekin eng dahshatlisi pul emas edi. Malika qaltiragan qo'llari bilan portfel ichidan qonga bo'yalgan bir fotosuratni olib Rustamga uzatdi. "Bu sizning mashinangizda olim topishiga oz qolganim uchun to'lov emas, aka", dedi u qattiq titrab. "Meni qamoqqa tashlagan odam, o'sha yerdagi pullarning haqiqiy egasi bu inson." Rustam bir qo'li bilan rulni boshqarib rasmga ko'z tashladi.
Rasmda bundan 5 yil oldin uydan chiqib ketib, bedarak yo'qolgan, butun oilasi izlab topolmagan uning o'zining ukasi Farhod kulib turardi. Rustam mashina tormozini shunday qattiq bosdiki, mashina aylanib ketib, yo'l chetidagi xiyobonning yoniga borib urildi bir. Kutilmagan zarba. Mashina tormozi shu qadar qattiq bosildiki, oq-nehi hol asfaltda sirpanib borib, xiyobonning temir panjarasiga biroz urilib to'xtadi. Yaxshiki zarba qattiq emasdi, lekin mashina ichidagi jimjitlik tomoshabinni ham bo'g'ib qo'ygudek darajada og'ir edi. Rustamning nafas olishi tezlashdi. Uning ko'zlari qonga bo'yalgan, burishib ketgan fotosuratga qadalib qolgan edi. Suratda uning o'z ukasi Farhod 5 yil avval uyidan Rossiyaga ishlagani ketyapman deb chiqib ketib, domdaraksiz yo'qolgan, onasi firoqida yiglab ko'r bo'layotgan Farhod jilmayib turardi. Farhodning yonida esa yonida yoshgina, go'zal va ko'zlarida hayot ishqi chaqnab turgan malika bor edi. Suratning orqasiga qizil ruchka bilan abadiy meniki. 2019 deb yozilgan edi. Rustam ruldagi qo'llarini qattiq qisib, orqa o'rindiqda qo'rquvdan qaltirab yotgan homilador ayolga o'girildi. Sen mening ukamni qayerdan taniysan? Deb baqirib yubordi u ovozida gazab, qo'rquv va uzoq yillik sog'inch qorishib ketgan edi. Nega uning rasmi qonga bo'yalgan? Nima bo'lyapti o'zi bu yerda? Malika xuddi quturgan boridan qo'rqqan kiyikdek burchakka qisildi. U qornini ikki qo'li bilan himoya qilgandek quchoqlab oldi. Sizning ukangizmi? Malikaning lablari titrab, ko'zlaridan o't chaqnadi. Yo'q. Bunday bo'lishi mumkin emas. Menga ishoning, u odam emas, u iblis. Men uni olgan deb o'ylagandim, lekin u tirik. U meni o'zining iflos jinoyatiga sherik qilib, ustimdan aybni o'z bo'ynimga olganim uchun shartnoma qildi. Keyin qamoqda olib ketishim uchun meni tashlab qochdi. Rustamning miyasi qaynay boshladi. Uning soddadil, hamma vaqt aka deb orqasida ergashib yuradigan ukasi Farhod qanday qilib bunday dahshatli ishlarga aralashishi mumkin? Shu payt orqa oynadan uzoqda o'sha qop-qora, oynalari qoraytirilgan Toyota Land Cruiser paydo bo'lganini va to'g'ri ularning ortidan katta tezlikda kela boshlaganini ko'rdi. Hoziroq tushuntirish berishga vaqtimiz yo'q. Ular kelyapti. Haydang! Deb qichqirdi Malika ko'z yoshlari yomg'ir tomchilariga aralashib. Rustam o'zini qo'lga oldi. Gaz pedalini bosdi. Uning eski Nexa'sining motori ingrab, mashina joyidan yulqindi. Yomg'irli ko'chada nafasni bo'g'uvchi quvgin boshlandi. Ikki olim quvgini. Jip ularga yetib qolishiga bir oz qolgandi. Rustam tushundiki, agar ular mashinani to'xtatsa, qurollangan bu bezorilar ularni tirik qo'ymaydi. Portfeldagi dollarlar va oltin quymalar buning uchun yetarli sabab edi. Ular kim o'zi? Orqamizdagi banditlar senga nima uchun yopishib oldi? Rustam ko'zgudan ko'zini uzmay so'radi, mashinani qarama-qarshi yo'nalishga keskin burib. Signal chalib, oldindan kelayotgan yuk mashinasining tagiga kirib ketishiga sal qoldi. Ular Farhodning odamlari yoki uning sheriklari, bilmayman. Ular bu portfeldagi pul va oltinni izlashyapti. Men bankdagi seyfni ochganimda u yerdagi xodim galati qaradi. Seyfni ochishim bilan signalizatsiya jiringlamadi, lekin menimcha xodim kimdir xabar qildi. Men portfelni olib qochdim. Oltin va pul Farhodning noqonuniy o'yinlaridan tushgan daromadi. U menga bu seyfning kalitini 3 yil oldin, katta o'yin qilamiz, o'sha yerdan pulimizni olib qochib ketamiz, deganda bergandi. Keyin meni politsiyaga tutqizib, o'zi g'oyib bo'ldi. Jip tobora yaqinlashardi. Ularning bittasi derazani ochib, to'pponchadan Rustamning mashinasiga qarab o'q uzdi. Pak! Oq orqa oynani chilparchin qilib, Rustamning qulog'i yonidan vizillab o'tib, old oynaga sanchildi. Malika qichqirib, o'rindiqqa yuztuban yotib oldi. Jinnimisizlar? Mashinada homilador ayol bor. Rustam tishlarini gijirlatib, rulni o'ngga qattiq burdi. Ular tor ko'chalardan biriga, eski zavodlar hududiga kirib ketishdi. Bu hududni Rustam taksichilik qilib 5 qo'ldek o'rganib olgan edi. Jip katta va qo'pol bo'lgani uchun tor burilishlarda qiynalardi.
Rustam eski omborxonalar orasidagi labirintga o'xshash ko'chalarda manevr qilib, to'satdan tashlandiq zavodning orqa darvozasiga kirib, dvigatelni o'chirdi. Jirolari yaltirab turgan qora jip ularning yonidan oqdek uchib, katta yo'lga qarab ketdi. Ular izni yo'qotishgandi. 3 galati kelishuv. Zavod ichi qorong'u va zax edi. Rustam nafasini rostlab, qo'llarini ruldagi qonga qarab qotib qoldi. Oynaning siniqlari uning qo'lini tilib yuborgandi. Malika portfelni quchoqlab olgancha tizzalarini titrab o'tirardi. Qorni tez-tez ko'tarilib tushardi. Suv bormi? Deb zorga pichirladi u. Rustam orqa o'rindiqdagi baklashkani ochib unga uzatdi. So'ng o'girilib qat'iy, ammo past ovozda dedi. Endi menga hammasini boshidan aytib berasan. Mening ukam senga nima qildi? Nimaga u seni qamoqqa tashlatdi? Va bu homilaning unga aloqasi bormi? Axir u 5 yildan beri yo'q. Malika suvni ichib yuzini artdi. Uning nigohida endi qo'rquv o'rnini qandaydir qattiq nafrat egallagandi. Homila Farhoddan emas. Bu qamoqxonadagi boshqa bir dahshatli voqea mahsuli. Lekin buning senga aloqasi yo'q. Sening ukangga kelsak, u farishta emasdi, Rustam aka. U qimmatbaho toshlar va giyohvand moddalar kontrabandasi bilan shug'ullanuvchi yirik jinoiy to'daning eng ayyor vakili edi. U Rossiyaga ishlagani emas, katta jinoyat o'chogiga kirib ketgan. Meni o'sha yerda o'zining qo'g'irchogiga aylantirdi. Rustamning quloqlari ostida dunyo aylanib ketgandek bo'ldi. Farhod. O'sha kitobdan bosh ko'tarmaydigan musjogiz ukasimi? Men Farhodni sevardim, deb davom etdi Malika yig'lamsirab. U menga bu pulni va oltinlarni ko'rsatib, bankdagi eng ishonchli joyga qo'yamiz. Men so'nggi ishni bitirib kelaman, keyin ikkimiz uzoqlarga ketib baxtli yashaymiz, degandi. U seyf kalitini menga berdi. Keyingi kuni tunda uyimizga maxsus operatsiya o'tkazib politsiya bostirib kirdi. Uydan katta miqdorda narkotik topildi. Farhod politsiyaga og'zi qo'ng'iroq qilib, aybni mening bo'ynimga yuklagan hujjatlarni tayyorlab qo'ygan ekan. U meni qurbonlik qildi. O'zi esa tirik qolib, yashirinish uchun olgan deb e'lon qilinishini uyushtirdi. Rustam ruldagi qo'lini musht qilib urdi. Sen yolg'on gapiryapsan. Ukam bunday nomardlikka bormaydi. Unda orqamizdan tushgan bu odamlar kim? Malika ochiqchasiga yig'lab yubordi. Rasmga qarang. Qonga bo'yalganiga sabab. Men bu rasmni qamoqda yonimda olib yurardim. O'sha yerda o'sha voqea sodir bo'lganda qonga bo'yalgandi. Men qamoqda tirik qolish uchun bu oltinlar haqidagi sirni sotmadim. Lekin endi ular meni baribir o'ldirmoqchi. Bankdagi portfelda gips kuzatuvchisi bo'lishi mumkin. Tort tugruq azobi va vaqt sinovi. Malika gapirayotib birdan qornini changallab, yuzi oqarib ketdi. U qattiq qichqirib yubordi. Rustam aka, qornim. Bola kelyapti. Bola tushyapti. Rustam shok holatiga tushdi. U atrofga qaradi. Tashlandiq zavod, yomg'ir va izgirin. Mashina ichida tugruq boshlanayotgan homilador ayol va ularning orqasida minglab dollarlik portfel uchun qon to'kishga tayyor banditlar. Xudo haqqi, hozir emas. Chida, singlim, iltimos, chida. Seni tugruqxonaga yetkazishim kerak. Rustam darhol mashinani o't oldirdi. Yo'q. Kasalxonaga bormang. Malika azobdan tishlarini gijirlatib bo'lsa-da, Rustamning yoqasidan ushlab oldi. Kasalxonaga borsak, u yerdagi xodimlar politsiyaga xabar beradi. Men qamoqdan shartli ozodlikka chiqdim, ustimdan baribir nazorat bor. Uning ustiga o'sha banditlar politsiyadan ham tez yetib keladi. Mening borishim mumkin bo'lgan yagona joy bor. U yerda meni kutishmoqda. O'sha portfeldagi pul aynan o'sha manzil uchun kerak. Qayer u? Qayerga borishimiz kerak? Sening ahvoling yomonlashyapti. Shahar tashqarisidagi Qora Ko'l degan eski sanatoriy. O'sha yerda menga qamoqdagi ayol yordamga odam qoldirgan. Ular Farhodning qotillariga qarshi tura oladi. Pulingizni va ukangizning asl yuzini o'sha yerdan olasiz.
Meni o'sha yerga yetkazing. Rustam boshqa iloj topolmadi. U yomg'irli yo'lga yana mashinasini burdi. Endi uning oldida ukasining qora o'tmishi va tugilayotgan bolaning siri yotar edi. Bir ixtiyorsiz aksher. Rustamning eski oq nexasi shahar tashqarisiga olib boruvchi yomon, oydimchuqur yo'l bo'ylab sakrab-sakrab borardi. Yomg'ir endi selga aylangan, mashinaning oyna tozalagichlari suvni haydashga ulgurolmasdi. Har bir chuqurga tushganda orqa o'rindiqda yotgan Malika dahshatli ovozda ingrab yuborardi. Chida, singlim. Iltimos, yana ozgina chida. Rustam rulni shunday qattiq ushlagan ediki, barmoqlari oqarib ketgandi. Uning ko'zlari orqa ko'zgudan Malikaga xavotir bilan tushardi. Malikaning rangi qordek oqarib ketgan, peshonasidan sovuq ter oqardi. U qornini changallab, lablarini qonab ketguncha tishlardi. Rustam aka. Ular yetib kelyapti. Bola oz vaqtidan oldin tugilyapti. Mening vaqtim tugayapti. Malika bir amallab nafasini rostlashga harakat qildi. Eshitib turing. Agar men bu yerda olsam, portfelni oling-da. Bolam bilan qoching. Farhod ularga oltinlarni bermaydi. U tirik va bu oltinlar uning oxirgi chiptasi. Rustamning miyasi chaqmoq urgandek bo'ldi. Farhod rostdan ham tirikmi? 5 yil davomida onasining ko'z yoshlarini, uning azoblarini ko'rib, bir marta ham xabar olmagan uka qanday qilib tirik bo'lishi mumkin? Ahmoqona gaplarni bas qil. Sen hech qayerga olmaysan. Bolangni ham o'zing kattartirasan. Ukam tirik bo'lsa, uni oz qolim bilan Xudoga topshiraman. Rustam gazab va chorasizlikdan baqirib yubordi. Yo'l chetida xiralashib ketgan ko'rsatkich taxtasi ko'rindi. Qora ko'l sanatoriyasi, 5 kim. Bu joy Sovet davridan qolgan, anchadan beri tashlandi holga kelib qolgan sil kasalliklari shifoxonasi edi. Nima uchun aynan bu joy? Kim kutmoqda ularni bu xarobada? 2 xavfli xaroba. Nihoyat, qalin daraxtzorlar orasidan o'tgan tor yo'ldan so'ng, ulkan, qorayib ketgan va derazalari singan 3 qavatli bino ko'rindi. Bu Qora ko'l sanatoriyasi edi. Bino atrofida o'sgan yovvoyi otlar va qorong'ulik unga qandaydir sharpali, dahshatli tus berardi. Rustam mashinani binoning orqa tomoniga eskirgan peshayvon ostiga haydab kirdi va dvigatelni o'chirdi. Atrof jimjit, faqat yomg'irning shiddatli ovozi eshitilardi. Yetib keldik. Endi nima qilamiz? Bu yerda hech kim yo'q-ku. Rustam mashinadan tushib, orqa eshikni ochdi. Malika behush yotardi. Shu payt sanatoriyaning og'ir yog'och eshigi giyqillab ochildi va ichkaridan fanga o'xshash xira chiroq ko'tarib olgan bir kishi chiqdi. Bu past bo'yli, soqollari oqargan, ustiga eski harbiy plash kiyib olgan qariya edi. Malika, keldingmi, qizim? Qariyaning ovozi xirillab chiqdi. U mashina tomon shoshib keldi. Tushunarsiz taksichi bilan kelibsan-da, tez bo'ling, qizni ichkariga olib kiring. Oqib qon ketayapti. Rustam qariyaning kimligini so'rashga ulgurmay, Malikani qo'liga ko'tarib ichkariga qarab yugurdi. Bino ichi zax va dori hidi anqib turardi. Ular Malikani birinchi qavatdagi nisbatan toza, karavot qo'yilgan xonaga yotqizishdi. Xonada kichkina pechka yonib turar, ustida suv qaynayotgan edi. Go'yo bu qariya ularni kutib turgandek hammasini tayyorlab qo'ygan edi. Men qamoqxona shifokori bo'lib ishlaganman, meni ismim Qodir, dedi qariya Rustamga qarata. Uning harakatlari tez va chaqqon edi. Issiq suv, toza choyshablar olar ekan, buyruq ohangida gapirdi. Yordamlashing, janob taksichi. O'zingizni yo'qotmang. Ayolning ahvoli og'ir, qamoqxonadagi sharoit uning sog'ligini abjagini chiqargan. U barvaqt tugayapti. Rustam umrida bunaqa holatga tushmagandi. U faqat Xudo o'zing asra deb takrorlar, qariyaga suv va sochiqlarni uzatib turardi. Malika qattiq qichqiriq bilan o'ziga keldi. Xonada yorug'lik yetishmas, faqat shamlar va fonarning nuri tushib turardi. Farhod deb pichirlardi u tishlarini kichirlatib. U keladi. Pulni unga bermang. 3 mo'jiza va fojia. Tugruq juda og'ir otdi.
Oradan qariyb 2 soat o'tgach, Rustamning ko'ylaklari terga botgan, xonadagi havo dahshatli kuchlanishga tolgan bir paytda chaqaloqning yig'lagan ovozi eshitildi. Bu zaif, ammo yashashga intilayotgan yigi edi. Qodir chol chaqaloqni toza choyshabga o'rab Rustamga tutqazdi. "Ogil bola", dedi u xo'rsinib. Ammo onasining ahvoli og'ir. Qon yo'qotishi ko'p, tomiri urmayapti hisob. Rustam chaqaloqni qo'liga olar ekan, qandaydir sehrli titroqni his qildi. Bu murgak jonda uning qon qarindoshi, ukasining bolasi bormikan? Yoki Malika aytganidek, bu homila umuman boshqa voqea mahsulimi? Malika holsiz holda ko'zlarini ochdi. Uning yuzi oppoq qog'ozdek edi. U Rustamning qo'lidagi chaqaloqqa uzoq, mehrli ko'z bilan termuldi. "Uni menga bering. Iltimos", deb pichirladi. Rustam chaqaloqni asta uning yoniga qo'ydi. Malika chaqaloqning yuzidan silab, ko'zlaridan qaynayotgan yoshlarni to'xtata olmadi. "Rustam aka, eshitib turing, men olyapman. Lekin bu mening tanlovim. Men qamoqda tirik qolishim uchun tanamni sotishga majbur bo'lgandim. Bu bola o'sha jirkanch nazoratchilardan birining bolasi." Malikaning bu so'zlari Rustamning yuragiga xanjar bo'lib sanchildi. U ayolning qanday jahannamdan o'tganini endi tushunib yetdi. "Ukangiz Farhod. U aslida shayton, Rustam aka. Portfel ichidagi pul sizga tegishli, chunki ukangiz mening hayotimni qanday vayron qilgan bo'lsa, sizning oilangizni ham shunday vayron qilgan. U meni o'zining yuklarini, giyohvand moddalarini chegaradan o'tkazish uchun qurbon qilgandi. U hozir o'sha bankdan chiqqanimda orqamdan tushgan odamlarning boshligi. O'sha jiplarni u yubordi. Kalitni men yashirib kelgan edim, lekin u bankka kirganimni bildi." "Sen nimalar deyapsan? Farhod o'zi sening orqangdan odam yubordimi?" Rustam dahshatdan muzlab qoldi. Ukasi tirik bo'libgina qolmay, endi bu yosh ayol va chaqaloqning qotiliga aylanayotgan edimi? Uning rahmi yo'q. U o'z ismini Qora Lochin deb o'zgartirgan. Agar ukangizni ko'rsangiz, uni o'zingiz oldiring. Bo'lmasa u sizni ham oldiradi. Bolamni asrang." Portfeldagi pul. Malika so'nggi so'zlarini tugatolmay, ko'zlari asta yumildi. Uning qo'li chaqaloqning ustidan sirpanib tushdi. U jon bergan edi. To'rt xiyonat hidi va dushmanning yetib kelishi. Xonada og'ir sukunat cho'kdi. Faqatgina chaqaloqning zaif ingrashi va derazaga urilayotgan yomg'ir ovozi eshitilardi. Rustam olgan ayolning tepasida qotib qolgandi. Uning butun dunyoqarashi 5 yil qidirgan, onasiga umid berib kelgan ukasiga bo'lgan ishonchi chilparchin bo'lgandi. Qodir chol Malikaning yuziga choyshabni tortdi. U shartli ozodlikka chiqqan bo'lsa-da, baribir yashab qololmasdi. Ichki a'zolari qamoqdagi kaltaklardan tamom bo'lgan edi, dedi chol xotirjamlik bilan. "Endi, janob taksichi, chaqaloq va portfel sizniki. Siz bu yerdan tezroq ketishingiz kerak." Lekin kutilmaganda chol Rustamning yelkasiga pichoq tortgandek so'z aytdi. "Biroq men o'z ulushimsiz sizni bu yerdan chiqarmayman. Men Malikaga yordam berish uchun emas, uning qo'lidagi o'sha bank kaliti uchun bu xarobada 3 yil kutdim. Portfelni menga bering. Uning ichidagi oltinlar mening haqqim. Men Farhod bilan ishlaganman." Rustam shoshib orqasiga o'girildi. Qodir cholning qo'lida qandaydir eski to'pponcha bor edi va u to'g'ri Rustamning ko'kragiga qaratilgan edi. "Nima? Sen ham o'sha hayvonning odamimisan?" Rustam chaqaloqni ko'kragiga bosib orqaga tisarildi. Xaroba shifoxonaning qorong'uligida o'z qutqaruvchisidan to'pponcha o'qlagan qariya va onasiz qolgan go'dak bilan yolg'iz qolgan Rustam tuzoqqa tushgan edi. Eng yomoni esa deraza tashqarisidan kuchli projektor yorug'ligi xonani yoritib yubordi. Oyna ortida o'sha qop-qora jiplar tormoz bergani eshitildi. Dushman yetib kelgan edi. Bir Qodirning xiyonati va qaynayotgan suv. Tashqaridan tushgan kuchli projektor yorug'ligi xonani yoritib yuborganida Rustamning ko'z qorachiqlari qisqarib ketdi. Yoritgich nuri singan deraza oynalaridan o'tib, to'g'ri marhuma Malikaning oqarib qolgan yuziga va Qodir cholning qo'lidagi qaltirab turgan qora to'pponchaga tushib turardi. "Qimirlama, taksichi",
deb xirilladi Qodir chol topponchani Rustamning ko'kragiga qadab. O'sha portfelni sekin yerga qo'y. Godakni ham karavotga tashla. Menga ularning keragi yo'q. Faqat oltinlar kerak. Rustam bir qo'lida endigina tugilgan, qonga belangan chaqaloqni ko'kragiga mahkam bosgancha, ikkinchi qo'lida og'ir qora portfelni ushlab turardi. Uning miyasi soniyasiga minglab marta aylanar, qutulish yo'llarini izlardi. Tashqarida eshiklarning qarsillab yopilgani va og'ir etiklar bilan yugurib kelayotgan odamlarning qadam tovushlari eshitildi. Dushmanlar binoga kirishmoqda edi. Qodir, o'zingni o'ylasang-chi, dedi Rustam ovozini iloji boricha xotirjam qilib, garchi ich-ichidan qaltirayotgan bo'lsa-da. Ular Farhodning odamlari. Ukamning qanday yirtqichga aylanganini o'zing ko'rding. U senga oltin tugul. Bir chaqa ham bermaydi. Kirishlari bilan seni ham otib tashlashadi. Guvohlar ularga kerak emas. Qodir chol bir soniyaga ikkilanib qoldi. Uning ko'zlari yovuzlik va qo'rquv o'rtasida o'ynardi. Tashqaridan kimgadir berilgan qat'iy buyruq eshitildi. Binoni o'rab olinglar. Hech kim tirik chiqmasin. Shu bir soniyalik chalgish Rustam uchun yetarli bo'ldi. Rustam karavot yonida eski tunuka pechka ustida qaynayotgan qozonchaga ko'zi tushdi. U oylab o'tirmay oyog'i bilan pechkani butun kuchi bilan tepib yubordi. Qaynayotgan suv to'g'ri Qodir cholning ustiga sachrab ketdi. Chol dahshatli ohangda chinqirib yubordi va yuzini changallab orqaga tisarildi. Uning qo'lidagi topponcha yerga tushib ketdi. Rustam chaqaloqni qisib ushlagancha darhol egilib topponchani yerdan oldi. U topponcha ishlatishni armiyada ko'rgan edi, xolos, ammo yashash instinkti unga nima qilishni o'rgatdi. Kechir, qariya, deb pichirladi Rustam portfelni yelkasiga osib. U cholga boshqa qarab o'tirmay, xonaning orqa eshigidan qorong'u yo'lakka qarab otildi. Ikki zulmat ichidagi labirint. Qora ko'l sanatoriyasining ichki qismi haqiqiy labirintga o'xshardi. Uzun, qorong'u koridorlar, chirigan yog'och pollar, qayerdadir tomib turgan suv ovozi va havodagi og'ir-mog'or hidi odamni aqldan ozdirgudek dahshatli edi. Rustam qorong'ulikda devor paypaslab, ikkinchi qavatga olib chiquvchi beton zinalar tomon yugurdi. Uning qo'lidagi chaqaloq mo'jiza tufaylimi yoki sovuqdan holsizlangandanmi, umuman yig'lamasdi. Rustam o'zining eski kurtkasini yechib, chaqaloqni unga o'rab oldi. Chaqaloqning mitti, issiqqina tanasi Rustamning ko'kragiga tegib turar, bu unga qandaydir tushunarsiz kuch bag'ishlardi. Seni asrab qolaman, mitti farishta. Onang sening hayotingni deb o'z jonini berdi. Seni o'sha yirtqichlarga bermayman, deb o'ylardi Rustam zinalardan yuqoriga ko'tarilarkan. Shu payt birinchi qavatning asosiy eshigi dahshatli zarba bilan sindirib kirildi. Bir nechta qurolli yigitlar baqir-chaqir qilib ichkariga yopirildi. Ularning kuchli fonarlari qorong'u yo'laklarni yoritib yubordi. Qodir, qayerdasan, qari it? Kimgadir baqirdi yigitlardan biri. Birozdan so'ng o'sha xonadan Qodir cholning ingragan ovozi va kimgadir qattiq tarsaki tushirilgan ovoz eshitildi. Rustam ikkinchi qavatning zinasida qotib qoldi. U panjaralar orasidan pastga mo'raladi. Va o'sha lahzada uning qoni tomirlarida muzlab qoldi. Uch qora lochinning tashrifi. Zinapoya ostidagi keng holda, qo'lida qimmatbaho soyabon ushlagan, ekniga qora kashmir palto kiygan bir odam paydo bo'ldi. Uning yonida ikkita pistolet ushlagan tansoqchi bor edi. Odam soyabonini yopib, uni tansoqchilardan biriga tutqazdi. So'ngra sekin yuzini burib, xonadan sudrab olib chiqilgan, yuzi kuygan Qodir cholga qaradi. Bu odam Farhod edi. Rustamning yuragi xuddi qafasga qamalgan qushdek tipirchilab ketdi. 5 yil avvalgi xushchaqchaq talaba Farhoddan asar ham qolmagandi. Uning sochlariga oq oralagan, yuzida sovuq va shafqatsiz bir ifoda qotib qolgandi. Uning chap yuzida jagidan tortib quloqigacha cho'zilgan chandiq bor edi. Uning har bir harakati, o'zini tutishida haqiqiy jinoiy avtoritetning dahshatli salobati sezilardi. Endi u Farhod emas, butun yerosti olamini titratadigan qora lochin edi. Xo'sh, Qodir, qari do'stim, dedi Farhod ovozida mutlaqo sovuq va hissiz ohang bilan. U cholning oldiga egilib, uning yuziga sigaret tutunini pufladi.
Senga malika qamoqdan chiqquncha uni kuzatishni, keyin oltinlarni olib kelishni buyurgandim. Lekin sen ozingcha o'yin qilmoqchi bo'ldingmi? Mening oltinlarim qani? Malika qani? Farhodbek. Janob Qodir chol og'riqdan ingrab uning oyog'iga yopishdi. Men xiyonat qilganim yo'q. U bir taksichi bilan keldi. Taksichining yonida quroli bor ekan. U ustimga qaynoq suv sepib qochib ketdi. Malika xonada. U oldi, janob. Tugruq vaqtida oldi. Farhodning ko'zlarida bir soniyaga qandaydir o'zgarish paydo bo'ldi, ammo u darhol yana muzdek qotdi. U asta o'rnidan turib yonidagi yigitiga bosh irgadi. Yigit xonaga kirib chiqib tasdiq ma'nosida bosh qimirlatdi. U olibdi, xo'jayin. Lekin bola yo'q. Portfel ham yo'q. Taksichi. Farhod gazabdan tishlarini gijirlatdi. Qandaydir iflos taksichi mening $1 million oltinlarimni va mening merosxo'rimni olib qochdimi? Uni topinglar. Hamma qavatni tintinglar. Uni tiriklayin tutinglar, terisini o'zim shilaman. Farhod shunday deb Qodir cholga yuqoridan qarab qo'ydi. Menga ojiz va omadsiz itlar kerak emas, Qodir. U shunday dedi-da, indamay burilib ketdi. Tansoqchilardan biri to'pponchasini chiqarib, Qodir cholning boshiga qadab tepkini bosdi. Paq. Qariyaning ovozi butunlay ochdi. Tepada zinapoya panjarasiga yopishib turgan Rustam bu manzarani ko'rib, nafas ololmay qoldi. Uning o'z ukasi hozirgina odam o'ldirishga xotirjam buyruq bergan edi. Malika haq edi. Bu odam iblisga aylangan. Agar u Rustam ekanini bilsa, o'z akasini ham ikkilanmay otib tashlaydi. To'rt mushuk sichqon o'yini. Yigitlar guruhlarga bo'linib, xonalarni tintishni boshladilar. Og'ir etiklarning gumburlashi, eshiklarning tepib ochilishi ikkinchi qavatni larzaga keltira boshladi. Rustam sekin oyoq uchida yurib 3-qavat sari intildi. Chaqaloq xuddi xavfni sezgandek jimgina uning pinxonasiga tiqilib olgandi. Portfel esa yelkaga og'ir botardi. $1 million oltinlar. Rustamning miyasida bu raqam aylanardi. Uning o'g'li Sherzodning operatsiyasi uchun atigi $20 ming kerak. Agar shu oltinlarni qutqarib qolsa, oilasi qutuladi. Ammo hozir uning o'z joni qil ustida turibdi. U 3-qavatdagi uzun koridorning oxiridagi xonaga kirdi. Bu joy qachonlardir operatsiya xonasi bo'lganiga o'xshardi. Ortada zanglagan temir stol, atrofda singan kafel parchalari va yirtiq tibbiy shirmalar yotardi. Xonada yashirinish imkoni kam edi, lekin bu yerning derazasi tashqaridagi eski yongin pallasiga pojarngi lesnitsa olib chiqardi. Rustam sekin derazaga yaqinlashdi. Ammo umidlar chilparchin bo'ldi. Zanglagan temir narvon anchadan beri uzilib tushgan, pastgacha sakrash olim bilan barobar edi. Tashqarida esa jiplar atrofida yana 2 qorovul aylanib yurardi. Shu payt koridorda qadam tovushlari eshitildi. Bu xonalarni ham tekshir, Vali. Ehtiyot bo'l, unda qurol bor, darcha orqasidan otib qolmasin. Degan ovoz eshitildi yaqinginadan. Rustam xonaning burchagiga tiqildi va qo'lidagi Qodirdan tortib olingan to'pponchani eshik tomon oqtaldi. Uning qo'llari titrardi. U hech qachon odam otmagan. Lekin hozir tanlov yo'q edi. Men taksichiman, lekin birinchi bo'lib seni oldiraman, itvachcha, deb pichirladi Rustam ovoziga dalda berib. Eshikni kimdir tepib ochdi. Kuchli fonar nuri xonani aylanib chiqdi. Yigit sekin ichkariga qadam qo'ydi. Fonar nuri operatsiya stoli ortidagi ochiq qolgan shkafga tushdi. Rustam shirma ortidan chiqdi-yu, to'pponchaning orqa qismi bilan yigitning boshiga butun kuchi bilan tushirdi. Yigit ing etib hushidan ketdi va polga gumburlab tushdi. Uning quroli va fonari yerga tushib, atrofni yoritib yubordi. Vali, nima bo'ldi? Pastdan kimningdir baqirgan ovozi eshitildi. Yiqilgan yigitning tovushi ularni sergak torttirgandi. Rustam yigitning avtomatini tortib olmoqchi bo'ldi, lekin og'ir portfel va chaqaloq bilan bu imkonsiz edi. U faqat fonarni olib tezda tashqariga, koridorning boshqa tomoniga qarab qochdi. 5 aktrisa va Aldov.
Endi ular 3-qavatda kimdir borligini aniq bilishardi. Barcha bosqinchilar zinalardan yuqoriga yugurib chiqa boshladi. Rustam qorong'u yo'lakda yugurib borarkan, lift shaxtasini ko'rib qoldi. Sanatoriyaning ovqat va dori tashish uchun mo'ljallangan kichikroq trosli lifti, Dumbuyter, ochiq turardi. Uning qutisi 2 va 3-qavat o'rtasida qotib qolgan bo'lib, ichiga faqat yuk yoki chaqaloq sigardi. Rustamning yuragi qinidan chiqqudek urardi. Ular yetib kelishiga sanoqli soniyalar qolgan. U darhol og'ir qora portfelni o'sha shaxtaga otdi va chaqaloqni astagina portfelning ustiga, chuqur qutining ichiga joylashtirdi. Shu yerda jim yotgin, polvon. Amaking seni olib ketgani qaytadi, agar tirik qolsam, deb pichirladi u ko'ziga yosh kelib. Rustam liftning qopqog'ini yopdi-da, qarama-qarshi tomonga, eski palatalar qatoriga qarab qochdi. U bosqinchilarni chaqaloqdan va pullardan uzoqlashtirish kerak edi. 5-6 nafar qurolli yigitlar koridorga bostirib kirishdi. U ana u tomonga qochdi. Orqasidan, deb baqirdi ularning ichidan bittasi. Rustam yugurib borib, oxirgi xonaga kirdi va eshikni qulflab oldi. U qo'lidagi to'pponchaga qaradi, bor yo'g'i 3 ta o'q bor ekan. 3 ta o'q bilan 5 ta avtomatli banditga qarshi turib bo'larmidi? Xona eshigi zarb bilan taqillay boshladi. Eshikni och, ahmoq. Baribir qochib qutulolmaysan. Portfelni topshirsang, joningni omon qoldiramiz, deb baqirardi dushmanlar. 6 devor ortidagi uka. Eshik sinay-sinay deb turgan bir paytda, kutilmaganda barcha zarbalar va shovqinlar to'xtadi. Tashqarida og'ir, sokin qadam tovushlari eshitildi. Yigitlar o'z xo'jayiniga yo'l bo'shatishdi. Ochiq qolgan eshik tirqishidan Farhodning ovozi eshitildi. Bu ovoz shunchalik sovuq ediki, Rustamning etini jundiriktirib yubordi. Quloq sol, noma'lum qahramon, dedi Farhod bamayli xotir. Sen shunchaki omadsiz bir taksichisan. Sen o'zing tushunmagan o'yinga aralashib qolding. O'sha ayol va portfel senga tegishli emas. Sen meni tanimaysan. Men o'zim xohlagan narsani har doim olaman. O'sha xonadan o'zing ixtiyoriy chiqib kelsang, men senga hayot sovg'a qilaman. Hattoki senga bitta oltin quyma ham beraman. Yangi mashina olasan. Yomon taklif emasa. Rustam eshik orqasida yerga o'tirgancha, og'zini yopib, nafasini ham chiqarmaslikka harakat qilardi. Ko'zlaridan sharros yosh oqardi. 5 yildan beri kutayotgan ukasi, u topganda obkasini to'ldirib quchoqlamoqchi bo'lgan, onam seni kutyapti, deb yuzidan o'pmoqchi bo'lgan ukasi hozir unga pul taklif qilib, oldirish uchun eshik ortida turardi. Rustam chiday olmadi. U hamma narsaga rozi edi, olishga ham, lekin bu haqiqatni ichida saqlashga emas. Uning ovozi gazab va yigidan bo'gilib, qaltirab chiqdi. Senga o'sha bitta oltinga olgan mashinamni oborib, qabringga uraman. Farhod. Tashqarida o'lik sukunat cho'kdi. Bir necha soniya davom etgan bu sukunat ichida dunyo aylanib ketgandek bo'ldi. Bu qanday qilib? Farhodning ovozi birinchi marta titradi. Uning o'ziga bo'lgan ishonchi chilparchin bo'lgandi. Kim bor u yerda? Kim gapirdi? Rustam o'rnidan turib, eshikka yaqinlashdi va ko'z yoshlari bilan aralashgan ovozda, qat'iy ohangda qichqirdi. Onamning ko'zlarini xiralashtirib, meni tiriklay oldirib ketgan iflos. Bu menman. Akang Rustamman. Men seni olgan deb yuribman. Sen esa qonxo'rga aylanibsan, maxluq. Tashqarida Farhod qotib qolgan edi. Qora lochin degan dahshatli laqab ostida yashiringan shafqatsiz jinoyatchining niqobi tushib ketdi. Uning yuzidagi qattiqlik o'rnini hayrat va cho'chiqlik egalladi. Aka! Rustam aka! Deb pichirladi u o'ziga ishonmay. Bosqinchilar hayron bo'lib o'z xo'jayinlariga qarashdi. Ular nima qilishni bilmay qolishgandi. Lekin Farhodning miyasida dahshatli o'zgarish sodir bo'ldi. Jinoyat olami qonuni hech qanday guvoh qolmasligi kerak. Hatto o'z akasi bo'lsa ham. Agar akasi uni tirikligini bilsa, onasiga aytadi, politsiyaga boradi. Uning imperiyasi qulaydi. Farhodning ko'zlari yana muzdek qotdi. U oldinga bir qadam tashlab, tishlari orasidan shunday buyruq berdi. U mening akam emas.
U asablarim bilan o'ynashyapti. Eshikni buzinglar. Hamma narsani tiriklay yoqinglar, o'sha xonada hech kim qolmasin. Dushmanlar eshikka qarab otilishdi. Avtomatlardan yomgirdek oq yogila boshladi. Eshik teshik-teshik bo'lib, yog'och parchalari havoga uchdi. Rustam burchakka tiqilib so'nggi duosini o'qiy boshladi. Ammo uning xayolida faqat bitta o'y bor edi, lift shaxtasida yashiringan chaqaloq. Uni Farhodning odamlari topib oladimi? Bir olim yomgiri va qulagan pol. Avtomat o'qlari eshikni xuddi qog'ozdek titkilab tashladi. Quloqni kar qilgudek dahshatli shovqin va o'q uzishlar ostida xona ichi chang, tutun va uchayotgan yog'och parchalariga tolib ketdi. Rustam deraza ostidagi ulkan, zanglagan choyan radiator, isitish batareyasi ortiga gujanak bo'lib yashirindi. O'qlar radiatorga tegib, uchqun chaqnatar, Rustamning ustiga shuvoq va gisht parchalari yogilardi. Bo'ldi, oxirim yetdi deb o'yladi u ko'zlarini chirt yumib. Lekin qulog'i ostida faqat bitta narsa, lift shaxtasida yashiringan murgak chaqaloqning taqdiri aylanardi. Kutilmaganda xaroba binoning chirigan pollari bu qadar dahshatli zarbaga va tebranishga dosh bera olmadi. O'qlar devor va polni teshik-teshik qilib yuborgan, Rustam suyanib turgan og'ir radiator ostidagi taxtalar esa allaqachon chirib bitgan edi. Katta qarsillash ovozi eshitildi-yu, Rustam o'tirgan joyidagi pol butunlay o'pirilib tushdi. Rustam qorong'ulik qariga ikkinchi qavatga qarab quladi. U beton va chirigan taxtalar bilan birga pastdagi xonaning poliga dahshatli zarba bilan tushdi. Chang va tozon butun xonani qoplab oldi. Rustamning nafasi tiqilib, qovurgalarda chidab bo'lmas og'riq turdi. U zorga yo'talib o'ziga keldi. Tepadan 3-qavatdagi o'pirilgan teshikdan fonar nurlari tushdi va yigitlarning baqirgan ovozi eshitildi. Xo'jayin. Pol o'pirilib tushdi. U pastga quladi. Nima qarab turibsan, ahmoqlar? Pastga tushinglar. Tirik qolmasligi kerak. Bu Farhodning jahl bilan baqirgan ovozi edi. Ikki trosdagi najot. Rustam labidan oqayotgan qonni artib, zorga o'rnidan turdi. Qorong'u xonadan chiqib koridorga yugurdi. Uning miyasida faqat bir fikr aylanardi, yuk lifti. Bola o'sha yerda. U qorong'u yo'lak bo'ylab yugurarkan, 3-qavatdan gumburlab tushayotgan bosqinchilarning qadam tovushlari yaqinlashib kelardi. Rustam shaxta oldiga yetib keldi va zanglagan temir eshikni ochdi. Ichkariga qo'l tiqib trosni qattiq tortdi. Galtak qiyqillab aylana boshladi. Quti 2-qavatga tushdi. Rustam qutini ochdi. Chaqaloq jim yotar, uning mitti ko'zlari ochiq, qandaydir ilohiy xotirjamlik bilan qorong'ulikka qarab turardi. Og'ir portfel esa uning yonida edi. Rustam tezda chaqaloqni yana ko'kragiga bosib, kurtkasi bilan o'radi. Portfelning tasmalarini bo'ynidan o'tkazib, yelkasiga mahkam ilib oldi. U orqasiga burilmoqchi bo'lganida, koridorning uchi yopishib turgan deraza tomondan chaqmoq chaqib, butun yo'lakni yoritib yubordi. Va shu yorug'likda undan 10 qadamcha narida bir soya turganini ko'rdi. Qora kashmir palto, yaltirab turgan qimmatbaho tuflilar va qo'lida oqlangan to'pponcha. Bu Farhod edi. U o'z odamlardan avval 2-qavatga tushishga ulgurgan yoki bu yerda akasini kutib turgan edi. 3 iblisning iqrori va akaning ko'z yoshi. Yashashni har doim bilarding, aka, dedi Farhodning sovuq, hissiz ovozi koridorda aks-sado berib. Uning to'pponchasi to'g'ri Rustamning ko'kragiga qaratilgan edi. Bolaligimizda ham, otamiz tashlab ketganda ham hammani sen boqarding. Lekin afsuski sen hamisha qashshoq bo'lishni tanlagansan. Rustamning vujudi titrab ketdi. U qorong'ulik ichida o'z qon-qarindoshiga, birga katta bo'lgan ukasiga qarardi. Ammo bu yuzdagi sovuqqonlik va chandiq umuman boshqa odamga tegishli edi. Sening akang 5 yil oldin olgan, Rustamning ovozi bo'gilib, qaltirab chiqdi. Menga to'pponcha o'qtalib turgan odam mening ukam emas. Sen qonxo'rsan, Farhod. Onamiz kunu tun derazaga qarab, Farhodim kelsa, yuzini bir ko'rsam deb yiglab ko'r bo'layozdi. Sen esa shu yerda shaytonning xizmatkori bo'lib yuribsanmi? Farhodning jaglari asabiy harakat qildi, lekin u o'zini tezda qo'lga oldi. Shaytonning xizmatkori. Yo'q, aka. Men endi o'sha o'yinlarning xo'jayiniman.
Farhod ovozini balandlatdi. Men qashshoqlikdan charchagandim. Sen kechayu kunduz oshi sasigan taksingni haydab bitta nonning pulini topar eding. Onamizni davolatishga puling bormidi? Men esam boylikni, qudratni tanladim. O'sha oltinlar bilan men bu yerdan butunlay ketaman. Yangi ism, yangi hayot. Malikaning hayotini-chi? Uning joni nima bo'ladi? Hozirgina shu yerda sening qilmishing ortidan olib ketdi. Bolasi yetim qoldi. U shunchaki piyoda edi. Katta shaxmat taxtasida piyodalar qurbon qilinadi. Tushundingmi? Endi gapni qisqa qil. Portfelni yerga qo'y. Kichkintoyni olib ketaver, bolalar bilan ishim yo'q. Portfelni bersang, senga teginmayman. U yerdan bitta quyma oltin olib qol. Ogling Sherzodni operatsiyasiga pul kerakligini bilaman. Ana senga pul. Keyin bu yerdan yo'qol va meni umrbod unut. Rustam yelkasidagi portfelning og'irligini his qildi. Sherzod. Uning tongich ogli. Operatsiya uchun qarzga botgan. Bitta oltin quyma uning barcha muammolarini hal qilardi. Farhod akasining nozik joyini urgan edi. Lekin Rustam chaqaloqning issiq nafasini sezib turardi. U gazab va nafrat bilan qaddini g'oz tutdi.